qachon o'zingizni daningizni, pasportingizni, nomingizdagi sim kartangizni, bank kartalaringizni ming yaqin insoningiz bo'lsa ham hech qachon bermang. Foyda. O'zingiz tanishsiz deb chiqdimi yo'q? To'g'ri. Eng qizig'i o'zimni tanishim bo'lib chiqdi, o'g'aynim bo'lib chiqdi. Shu odamingizga bir aytmaysizmi? Mana narsalar bo'lmasin, keyin chiroyli yaxshiliklar hal qilaylik, to'lab qo'y demadingizmi? Aytdim. Jigarlar tanishinglar, sizlarga anchadan beri aytib kelayotgan insonim, aynan Zolotoy korona bo'yicha hozirgi paytda juda ham biz musofirlarga foydasi tegayotgan inson. Demak, hakras hozir kelib qoladi, mana shu akamizga yordam etayapti. Xo'p, aka nima bo'yicha bu akamizga yordam berdingiz? Nima bo'yicha oldingizga keldi? Avvalambor assalomu alaykum barchaga, hurmatli yurtdoshlar. Biz akamiz barcha biladi, Instagramda faoliyat olib boraman. Zolotoy korona bo'yicha shu nomlariga kimdir mikrozaym oformimiz qilgan, 200 ming rubl oformimiz qilgan, hozirgi kunda 350 ming rubl bo'lib ketgan edi. Shu Abubakir yordam bering, men rozilik bermaganman, xabarim bo'lmagan va pullar meni kartamga tushmagan deb holatni tushuntirib beruvdilar. Ariza to'ldirib, tegishli organlarga murojaat qildik. Xudoga shukr, mana juda ham rekord muddatda bo'ldi. 7 kun ichida holat o'rganib chiqilib, jinoiy ish qo'zg'atildi. Biz qo'llarda mana jinoiy ish qo'zg'atilganligi haqidagi qog'ozlar qani? Ko'rsating aka qarorlarni. Aka o'zingizni sohangiz nima bo'yicha shu abituriyentlarimiz uchun? Shu hamyurtdoshlarimiz uchun o'sha huquqiy yordamlarimni ko'rsaman. Qisqa qilib, tushunarli qilib aytganda, yurist kasbi. Yurist. Shunaqa. Gap yo'q. Endi men qarangda hozir odamlarda shunaqa bo'lishi mumkin. Akani yordam beryapti. Xizmat haqqi degan narsalar bormi? Hech bu nima? Aytib qo'ying, ochiq-oydin. Xizmat haqqi bor. Buni lichkaga yozishsa, murojaat qilishsa, videoda akkaunt qoldiramiz yoki telefon nomerlarini qoldirganda aloqaga chiqishsa, xizmat haqqlarini ochiq-oydin tushuntirib, holatga qanday harakatlar qilinishini tushuntirib batafsil va ish oxirigacha nomlardan qarz annullировать qilgungacha o'z yordamimni ko'rsataman. Nima bo'ldi? O'zingiz tushuntirib bering. Qaysi yili olamga Assalomu alaykum, yaxshimisizlar? Musofir yurtda yurgan yurtdoshlarimiz, aziz opa-singillarimiz, aka-ukalarimiz, hammalaringizga xayrli kech. Kimdir men nomga Zolotoy korona приложениyadan mikrozaym 200 ming so'm oformment qilib olgan. Men buni keyinchalik xabar topdim. Mikrozaym oformment bo'lgandan mana Abubakir ukamizga murojaat aloqaga chiqdim, Instagramdan tanishib chiqdim. Bog'landik, Abubakir ukamiz bilan ko'rishdik, kerakli hujjatlarni to'pladik, sabirat qildik. Xo'p, Zolotoy korona ofisidan qaysi kartada pul tushgan, shuni oxirgi 4 ta raqamini oldik, spravkani tashlab berdi bizga va biz aniqladik kim olganini, zaymni topdik, o'shani MVDga borib biz ariza yozib berdik, jinoyat ishi qo'zg'atdik. Mana shu narsa mana 7 kun davomida jinoyat ishini qo'zg'atib, mana постановление mana qog'ozni oldik mana qo'limizga. Mana danilani ko'rsatmayman. Постановлениeni oldik. Qo'limizga. O'zingiz tanishsiz deb chiqdimi yo'q? To'g'ri. Eng qizig'i o'zimni tanishim bo'lib chiqdi, o'g'aynim bo'lib chiqdi. Kimligini bilib aniq qila oldik. Qonuniy chora, hamma narsasini ko'rib, birgalikka o'rganib shu odamingizga bir aytmaysizmi? Mana narsalar bo'lmasin, keyin chiroyli yaxshiliklar hal qilaylik, to'lab qo'y demadingizmi? Aytdim men odamga, telefon qildim necha marta, tushuntirdim. Mana to'la olgansa mikrozaym, boshida tan olmadi, keyin tan oldi. Hamma narsasi chiqqandan keyin, "Hay" dedi, telefonni ko'tarmadi, Telegram, WhatsAppga javob bermadi. Hozir O'zbekistonda. Hozir shu yerda. Shu yerdami? Aloqaga chiqmadi umuman. Shu qo'lga olingan aka. O'zi oxiri qo'lga olingan, hozirda tergov ishi ketmoqda. Bu jinoiy ish qo'zg'atilib, qaror chiqarildi. Shtobi akamiz nomlaridan qarzi annullировать. Endi bu odam o'zi to'laydimi yo'q qamalga ketmaydimi? Qani, xohlasa to'laydi va yengil jazo bilan qutulib qoladi. Agar to'lamasa yoki bo'lmasa uni o'zini tarixda sudimizchi bo'lsa, u holatiga qarab sud qaror chiqaradi. Bo'ldi. Shuni endi mana shu qaror chiqqandan keyin hech qanaqa muammolari bir o'ylab o'tiradigan hech qanaqa holat bo'lmaydi. Chunki mana shu qaror основаниясida qarz o'chiriladi. Chunki bu kishi bu yoqda mana ko'rib turgan bo'lsangiz, jabrlanuvchi deb tasdiqlangan qaror chiqarilgan. Tushunarli. Aka siz meni taniysizmi yo'q? Men sizni taniyman. Videolaringizga ham kuzatib boraman. Necha minutlik video bo'lsa ham, 10 minutlik bo'lsa ham boshidan oxirigacha ko'raman. Aeroportlarga mana vatandoshlarimizga yordamimiz tegadi, misol uchun ko'rsatasiz. Alloh rozi bo'lsin. Yo'l qayerdan? Men Buxoro. Qoraqatdan. Shofirkon. Qoraliklar bormi? Men o'z Qorako'lda bo'lganman. Bilasizmi videolar? Qorako'ldanmi? Men o'ta Qorako'lliklar bilan ko'p yurganman. Men yaqin tanishlarim bor, qadrdonlarim. Nima demoqchiman? Bu videoda hozir qo'yib qo'yayotgan sababim bu hali kelish asosida olinmayapti, prosta shu ukam bilan hozir bir chiroyli Zolotoy korona haqida informatsiya qoldiradi deb kelgan edi. Aynan telefon ushlab turgan ukam yurist ukam bilan xafa bo'lib qoldim. Mana shakanga hozir ishini bajargan ekan. Hozir keling kontent qilib beraylik. Oxirgi ish yakunlangandan keyin ham akam o'zi ucha yuzimni ko'rsatib bemalol gapiraveraman. Ungacha hozir ko'rsatmaydi, ish jarayonga ketyapti deganligi uchun yuziga endi hali bijir qo'yib qo'ydik. Joni sog' bo'lsin. Xullas, kimda Zolotoy korona muammosi bo'lsa, shu ukam tavsiya qilaman, akkauntini samvestniy qilib ответga qilib qo'yaman. Liboy вопрос bo'yicha обращаться qilasizlar, xudo xohlasa manfaatli bo'ladi. Yana nima bir gaplar bormi? Yana bir murojaatim bor. Ana musofirda yurgan aka-uka, opa-singillarimiz hech qachon o'zingizni daningizni, pasportingizni, nomingizdagi sim kartangizni, bank kartalaringizni ming yaqin insoningiz bo'lsa ham hech qachon bermang. Foydalanib turay.
pul beraman senga, qanaqadir joydan kartangga pul tushirib olay, sinimat qilib olay desam hech qachon bermang. Bu noqonuniy narsa, noqonuniy pul. To'g'ri. Kelajakka muammo bo'lishi mumkin. Kelajak emas, nitoga. Hozir hamma narsa onlayn ko'rinib o'tiribdi. Bitta nito qadam tashladiz, sirazi kuzatuvdasiz. Tak что iltimos qilib qolaman mana shu narsalarni ehtiyotkorlik choralarini. Inshaalloh video qilamiz. Nasib, xudo Gap yo'q, xohlasa. xullas shunday gaplar. Akamni tanib bo'linglar. Xudo xohlasa yaxshi videolar chiqarib beraman. Bu insonni vaqtiga qarab kutdim. Bu yoq Moskvadamiz, boshqa joyda yashaydi. Iltimos aka vaqt ajrating degandim. Bugungi vaqt ajratdi. Hozir 2-3 ta kontentlar qilamiz. Sizlarga qanaqa vопросlar bo'lsa, kommentariyalarda yozasizlar. Akam bilan svязка beraveraman.